Zamonaviy axborot texnologiyalari hayotimizda katta qulaylik yaratadi, lekin ulardan g'ayri maqsadlarda foydalanish ham keng tarqalmoqda. Shuningdek, shaxsiy hayot daxlsizligi bilan bog'liq ma'lumotlardan bosim o'tkazish, tahdid qilish yoki tovlamachilik yo'li bilan moddiy manfaat olish jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi. Bu kabi holatlarga qarshi ichki ishlar organlari qat'iy chora ko'rmoqda. Jizzax shahrining Toshloq mahallasida yashovchi fuqaro ichki ishlar organlariga murojaat qilib, farzandiga nisbatan noqonuniy harakat qilgan shaxsga qarshi chora ko'rishni so'radi. Ma'lum bo'lishicha, shaharning Obod mahallasida istiqomat qiluvchi 2006-yilda tug'ilgan oliy ta'lim muassasalaridan birida tahsil oluvchi talaba arizachining farzandiga tegishli bo'lgan shaxsiy va oshkor etilishi mumkin bo'lmagan foto va video tasvirlarni qo'lga kiritgan. Ushbu shaxs tasvirlarni jabrlanuvchining yaqin qarindoshlari va tanishlariga tarqatish bilan tahdid qilgan va ularni tarqatmaslik evaziga 10 million so'm talab qilgan. Bu orqali u noqonuniy ravishda moddiy manfaat olishga uringan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlarining tadbirida gumonlanuvchi talab qilgan 10 million so'mni olgan vaqtida qo'lga olindi. Tekshiruv davomida uning mobil telefonida ariza muallifiga tegishli shaxsiy foto va video materiallar topildi. Shu bois bir dona telefon apparati rasmiy ravishda hujjatlashtirildi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi protsessual tartibda vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirildi. Darhaqiqat, qonunchilikka ko'ra o'zga shaxsga tegishli ma'lumotlardan moddiy manfaat yo'lida foydalanish taqiqlangan. Tahdid qilish va tovlamachilik og'ir huquqiy oqibatlarga olib keladi. Bunday holatda jazo muqarrar va har bir shaxs o'z qilmishi uchun javob beradi.